Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Bugün dinimizdeki sizler yaxşı görməydiğən nəslərdə Allah yaxşılıq ata qilishi mumkin degan qoida ustida to'xtalamiz. Bu qoida Baqara surasining 216-oyatidan ilingan. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sizler üzünglar üçün paydalıq bolğan nərsini yaxtırmay qilishinglar. Üzünglar üçün ziyonliq bolğan nərsini yaxtırıb qilishinglar mumkin. Sizlerge nimening paydalıq ekanligini Allah obdan biladi. Sizler bilmeysizler. Demismi jihad qilish, ilm tahsil qilish, vatandan ayrilish, jafo tortish, riyozat chekish degandek ishlar ko'p odamlar uchun qiyin tuyulganlikdan nurg'un kishilar yoqtirmasligi mumkin. Ammo ulardan keladigan natijalarni deb o'tirish ketmaydi, u nurg'un yaxshi natijalarni elib keladi. Musa alayhissalomning onasi uchun balasini daryoga qo'yib berish dunyoda eng yomon ko'riladigan ish. Hech qanday ona o'zining balasini daryoga tashlab etmaydi. Har qanday ona buni yomon ko'rdi. Lekin Allohdan kelgan bir ilhom bilan Musa alayhissalomning onasi o'zining yurak parisi bo'lgan o'g'lini uning aman qilishi uchun, Fir'avnning odamlarini o'ldirib etmasligi uchun, aqtirib kelsa tepib olmaslik uchun uni daryoga qo'yib berishga majbur bo'ldi. Natijada mushu yomon ko'rilgan mushu ishdan Alloh taolo yaxshilik ato qildiki, Musa alayhissalom payg'ambar bo'ldi. Fir'avn degan zolimni ag'dirib tashlaydi va Odam alayhissalomdan tortib ta qiyomatgacha kelgan payg'ambarlarning ichida 5 irodalik, azimatlik payg'ambarning ichidan o'rin oladi. Yusuf alayhissalomning quduqqa tashlanishi, otasining balam deb yig'lab ko'zining ko'rmas bo'lib qilishi, qatorliq bir qator ishlarning hech qaysi Yusuf alayhissalomni yaxshi ko'rmaydigan, Yaqub alayhissalomni yaxshi ko'rmaydigan ishlar. Lekin Alloh taolo buning natijasida Yusuf alayhissalom payg'ambar bo'ldi va Misrning moliya vaziri bo'lib davlatning vaziyatini o'ngshaydi. Yaqub alayhissalommi o'g'li bilan eng oxiri uchrashib murodiga yetdi. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Ummu Salama bilan Abu Salama ayol ikkisi birini bek yaxshi ko'radigan sahobalardi. Ular deydi hayot vaqtida biz qaysimiz burun vafot olib ketsak, keyin qolganimiz qat'iy o'ylanmayli deb shunda putishgan ular. Ammo Uhud g'azoti bo'lgan kuni Abu Salama ig'ir yarda bo'ldi. Yarda bo'lib uyda bir oyga yaqin yotdi, kesil saqaymay ig'irlashib, texmi ig'irlashib ketdi. Shu chaqda Abu Salama Ummu Salamaga deydi: "Men olamdan o'tgandan endi saqayamaydigandek turma. Siz cho'qim o'ylaning" deydi. "Yo'q, biz anda dishmagan-ku. Qaysimiz qolsak o'ylanmaymiz dishgan-ku" degandan endi siz cho'qim o'ylaning. Siz shu duoni o'qing. Allohumma ajirni fi musibati va xlubni xayran min hada. Yani ey Allah, mushu musibetim uchun menga ajr bergin, menga savob bergin va uningdan yaxshirog'isini bergin deb tilang, deb o'gitdi degandikan bu deydi. Endi erimninki yuz xotirasini qilib mushu duoni o'qib verdim, lekin ko'nglimda Abu Salamadanmi yaxshi odam dunyoda bormi? Yo'q. Abu Salamadan yaxshi odam yo'q. Alloh taolo menga Abu Salamadan yaxshi birini bermaydi deb e'tiqod qildim, lekin menga tavsiya qilganlik uchun mushu duoni hamisha o'qidim deydi. Abu Salama shuningdek vafot bo'ldi. Vafot bo'lgandan keyin uzun vaqt o'tgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ummu Salamaga xaridor bo'ldi. Shu chaqda Rasulullohga o'ylanadi. O'ylanib shu chaqda Rasulullohga deb berdi buni. Abu Salama mushu duoni menga o'rgatgandi.
Dünyada Ebu Salam'dan mı yaxşı adam var mı bana? Yok deb o'ylaydim. Mana hozir mana Allah Taala Ebu Salam'dan mı bütün insanlardan yaxşı bir zatqa meni nasip qilibdi deydi. Da bu əməliyyat bo'lgan ishlamdi. Endi yaqinqi voqealiklarni desak, masalan, bir odam Qohira aeroportidan Nyu-York shahriga uchish uchun saqlab o'tiradi. İşini aldirash hamdi. Zaten shu soati yetib bo'lishi kerak hamdi. Lekin odam uxlab qolibdi. Uxlab qolgandan keyin bu chaqirish va e'lon qilishlarning hech qaysini anglamay qolibdi. Şunu adam uyg'onib qarasa, aeroplan uçup ketgili bir saatga yaqin bo'libdi. Shuni ichi siqilib, achchig'i kelib, endi qanday qilishim kerak deb shunda achchig'i kelib tursa, birdan keyin xabar taqildi. Aşı ketgan aeroplan qazoga uchrab, hammasi o'lib ketgan. Lekin o adamninki shu yomon ko'rgan mush ishda yaxshilik borligi chiqadi bu qissadan. Onun için Indoneziya hamda Aral shaharlar o'cha. Indoneziyaninki bir araldagi o'quvchilar boshqa bir aralga imtihon bergil bormoqchi ekan. Shunga bu bolalar kiyimining yeniga kelib, shuningla bilan mang'il tayyorganda bu kiyimidan kichikroq masala chiqib, uni o'ngshash uchun 1,5 soat kechikib qoldigan o'xshaymiz. Sizlar shu atrofdagi bog'chalarga kirib, damog'ash turinglar deb bolalarni shagird qilyotdi. Shu kiyimi o'ngshilib bo'g'ichi. Shu bolalar yerda demelode yani oynaydı. Şu ballardan birisi aşağıdaki nait etiva aşı güllerin birkaç günü yuluvatı dikende hem de belki çaylık kürendi mi elvalaydı mı yuluvatkandı şahada sakçılık gelip o balını tutuvaldı iken. Muşunun pulusunu tülepemizden koyapemizden tutuvaldı iken benim imtihanım vardı, imtihanımı verişim gerek diye hiç kim anlamaydı ki onu apırıp soluvatı diken. Şunu kalan ballar kimi de bardı. Bakandı iken o ballar şu denizin oturda kiyimidin yan mesele çıkıp hemisi şahada garip olup vafat olup gitdi ekan. Demek mabalni saqchilarniki tutuvganligi mabalning hayoti uchun foydali bo'lgan gap hamda. Mushunday qilsalamda, endi Saudiya Arabistonda bir boy bir odamda 300 ming riyal puli bor ekan. 300 ming riyal degan hamda 80 ming dollar atrofidagi pul hamda. Şuna olan o şu pulumni söyley deb şu adamning uyiga hoylisga kelsa, şu vaqtning o'zida şu uyning egisining 18 yoshlik bir qizi maktabdan qaytib kelayotgan ekan. Endi qizningki endi u yerda yo'ginib yurdi, endi qizning yuzini ko'rmay, lekin buyug'i qarab, endi shuni olib hamlaydiki, mushuni talab qilsam o'sha qizni, balki o'sha pulni kechirib olsam, balki menga berishi mumkin degan umid bilan adam bilan kurashga kirdi. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Siz bilan bugun ahvollashay deb ketdi degandan ha nayt yaxshi edi. Ustingizdagi 300 ming riyal pul, shu pul qanday bo'ldi degandan men uni faqat jamlayolmadim. Hozir berolmayman. Siz meni kutsangiz bo'ldi. Hozir berolmayman degandan amasi men bir chorini topib keldim. Qizingizni talab qilsak degandan ha qizimni kimga talab qilsiz, o'g'lingizga talab qilamsiz degandan yo'q, o'zimga degan. Yo'q, men 70 yoshlik bir odamga 18 yoshli qizimni bermayman. Xafa bo'lmang, qat'iy bo'lmaydigan ish bu. Qizingizga deb baqsangiz balki yo'q deb baqmayman uni. Qat'iy bo'lmaydigan ish. Xafa bo'lmang, men pulingizni tepib beraman deb yo'lga sepib ketgan. Yo'lga sepib qolgan ekan bu boymida o'ylab, balki buni bunday qistisam berishi mumkin deb saqchiga berib azi qilib, mening o'sha 300 ming riyal pulim bordi, madam bermadi deb azi qilgan ekan, Saudiya Arabistonda apirib sulab qo'ydimdi shu pulni. Bagicha sulab qo'ydimdi. Apirib sulab qo'ydi ekan. Sulabqa bir oy o'tsimi, odam bir pushaymon qilib gap qiladi deb boy kutdi ekan, qarasa hech qanday gap yo'q. Shuni bilan bu boy berib, o'sha qizning tog'isining qishqa borganda ahvolni uqtirib qarang. 300 ming riyal pulum bordi, pulni bermay turmadi, yetyapti, bermay. Endi bu qizni menga nikohlab bersanglar, 300 mingni kechiryaptimi? Yana men 300 mingni mushuning mehriga beraman
600 ming pay topgan bo'lasizlar degandan buni men qaror qilolmayman, qiz mening emas hamda shu dadasi bermagan bo'lsa ishim qilolmaydi degandan siz shu qizga bir deb baqsangiz, shu taklifni bir sunib beqing, balki ma'qul desa ma'qul deb qoladi deydi. Ma'qul deb qizga tushundirgan tag'isi. Meni shunda dadangiz 300 ming riyal sababli turmada yetyapti. Madam shu siz agar mush odamga uylansangiz 300 ming riyalni beradi ekan, dadangiz mi chiqadi ekan deganki qiz o'ylanib shu dadisqa bir fidokorlik qilg'isi kelib, dadam turmada yotsa, men uyda o'tirib yotsam, meniki yuragim qanday chidaydi? Bo'ldi, men o'zimni dadam uchun fido qildim. Men qabul qilmam shu to'yni. Dadamni chiqarsin turmadan deydigan. Ma'qul deb berib, u odam dadasini turmadan chiqirdi ekan. Chiqirib shuning bilan bu to'yning elchilari keldi ekan. Nikohni o'qiydi ekan. Nikohni o'qib, hamma rasmiyatlarni qilib bo'ldi ekan. Bütün rasmiyatlarni qilib, endi bir haftadan keyin to'y bo'lmoqchi ekan rasmiy. Bir haftadan to'y bo'lmaguncha qiz ana uyga bormaydi hamda. Shuning bilan shu bir hafta bo'lish jarayonida bu boy o'zining shu qurilishiga bordi. Shuni ko'zdan kechirib borganda, tubidan cho'ng bir tumur chiqib ketib, beshiga aşağıda o'ldi bu odam. Hali boy o'ldi. O'lgandan keyin qarasa bu boyninki varisi yo'q ekan, bolalarmi yo'q ekan, ishimiz yo'q ekan uninki. Shundan keyin buningki 7 milyon riyal naqd puli, qolgan uy voqa jiq binaslar baka 7 milyon riyal naqd puli 7 milyon degan endi 2 milyon dollarga teng keldi. Bu bunun 20-30 yıl burun bo'lgan voqea. O chaqda texmo qimmat o pul 7 milyon degan. Shuningki hammasi mushu qizga miras ulab qoldi. Ya'ni nikoh o'qildi, o odamninki ahdisiga qonunli qoldi, o'tdi bu qiz, lekin u odam buning qo'lini tutmadi, tutishga ulguranmadi. Angacha to'y bultgan chaqqishi bu odam o'ldi. Shuning bilan shu boylikning hammasi ma qizga o'tdi. Yani demek Allah Taala insanı bütün canlılarını özünün rızkı ile yaratıdı. O rızkını Allah Taala muşda her türlü yollar bilen birdi. Şuna biz rızıktan anca ve korkap gitmey, en mühimi Allah Taala'nın gazabına uçurap kılıştığını korksak buldu. Allah'ın gazabına uçurapla kalmasak Allah Taala rızkımızda her zaman ken kıldı. Oylamağa yerlerden rızkının birdi yani. Ve men yettaqillaha yec'allahu min emri yusra ve yerzuqu min haythu la yahtasib deydi bir ayette. Kimki Allah'tan korksa, takvalık kılsa, Allah onun işini onaylaştırıp berdi, onun oylamağa yerden rızık berdi deydi. Yani bu kıssada bu iki fidakarlık var. Biri kızınınki dadısıga bo'lgan fidakarlığı. Meyli mening hayotim shu 70 yoshlik adam bilan cehennem bulup össün. Mushu dadamga bir yaxshilik qilay. Bichora dadam turmadi, yotmasin degan bir fidakarlık yaxshi niyati. Uning dadının dastlabda unumag'anligi qizini o'zininki qiyinchiliklar uchun, o'zining manfaati uchun qurbon qilmaslikdan iborat bu nayati yaxshi niyat ve ali himmet. Yani perzentlerini o'zining manfaati uchun qurbon qilmaslikdan iborat bu shunda bir yaxshi niyat bu yerda. İki yaxshi niyat to'plashgan bu yerda Allohning fazli bilan shu boyning boyligining hammasi maqsad o'tgan. Yani Mısır'da Huriye isimli bir kız varken o yeşi çoğup kaptı. Yeşi xili çoğup kaptı. 30 yılını eşip qalğa oxşaydı. Şunun bilan hem bu ben bu to'y qilishdan o'tib ketdim, hem de poyezdni qochirib qo'ydim, hem de deb o'zimni ümidsizlik bilan shunda turibgan. Chiroyim bak degandek emas, hem de o'zini men sat deb yuritgan qiz ekan, hem de chiroyi ancha ko'rimlikmi emas. Turmuşumun ait nachar yani şu öğlenin kelik mana sathi deb qo'ydi, o'sha o'g'zida. Anda yashaydigan kambag'al bir odamning qizi ekan hamda. Bu hayotdan o'zini uzib hamda umidini uzib, o'zim bo'lsam o'zim alaydi bir chiroyli qizmi emas, yeshim tag'i cho'ngib qoldi. Biz bir kambag'al bir oiladan hamda menga balki kamaydi hamda deb umidni uzib turganda, uniki bir tonishi sizga bir yigit xaridor oldi deb rasmini ko'rsatgan. Rasmini ko'rsatsa, u
Yigit naytı kelishgan, üzüme naytı kelishgan, qiz ko'rib tova ajoyib kelishgan yigit ekan bu. Mushu yigit endi meni olay degan bu ajoyib yaxshi gap bu deb shunda xo'shlab ketgan to'xtab turib bir gap bor. Bu yigit ama ikki ko'zi ko'rmaydi. 5 yaşında ko'zidan ayrilib qolgan, ko'zi ko'rmaydi degandan keyin qizmida o'ylanib turib. Men endi o ko'zi ko'rmaydigan odamga tegsem bunu faqat shu xizmatchisi bo'laman endi. Xizmatchisi bo'lib, shunga xizmat qilib, shunda o'tidamda hayotim. Bu odamni qanchalik yaxshilik ko'raman deb o'ylab mo'misi bor ekan qizning. Mo'misiga maslahat soldi ekanda. Mo'ma shunda palonininki balasi ekan, shu bola ekanmi? Mushu bana xerida olaptı. Ama ko'zi ko'rmaydi ekan. Deganki mo'misi turib ketib, yani cho'nglab bir hikmetli kildi o normalda yine. Şunu olan balam belki Allah Teala mushu ish orqali sizning baxtingizni echib etishi mumkin. Bilmaymiz hamda. Bunu biz hozir bunda yoqtirmagan bilan mushu ishda Allah Teala bir yaxshilikni berib sizning baxtingiz echilib kelsa ajib emas. Abdan bir o'ylab bakın, istixor qiling, bir qancha kun istixor qiling deyotgan. Ma'qul deb, mo'mis degan bo'yicha istixor qilgan. Istixor qilgandan keyin ko'ngli shuningga biroz mayil bo'layotgan. Mayil bo'lib, ma'qul bo'ldi, men to'y qilay deyotgan. Uni to'y qildi ekan. To'y qilib shunda yaxshi o'tdi ekan. Uni ama degan bilan 5 yoshdan tortib ama bo'lib qolgandan keyin, oshi chaqdan tortib o'zining ishini o'zi qiladigan, bir kimga muhtoj bo'lmagan bunda ko'ngandan keyin bu ayolg'imi anda ig'irlik solmayotganda hamma ishni o'zi qila oladi ekan. Shunda axloqliq, shunda yaxshi, hayoti ham shunda baxtli o'tdi ekan. 10 yil o'tdi ekan aradan 10 yil. 10 yilning ichida 4 bola tug'di ekan. Shunda baxtli hayot hamda. Bir kunlarda 10 yildan keyin birlari kelib deydi ekan o kishiga. Endi bu tibobatni bak taraqqiy qildi. Nurg'un ko'zi ayda echilmagan odamning ko'zini ochqil bo'lgan hozir. Shuna doktorga bir murojaat qilib baqsaq, ko'zingiz echilishi mumkin degan ekan o kishi. Ma'qul, doktorga bir murojaat qilay, bir tashriq deyli deb doktorga bordi ekan. Borgandan keyin doktor operatsiya qilsak, inshaalloh bu asli kelishi mumkin. Umid ko'p deytgan. Ma'qul, operatsiya qilayli deytgan. Bitirepten endi ayal deydi o kız. Erimning mushu dunyoni ko'rib, yuruk dunyoni ko'rib bunday qilishiga nayt xo'sh bo'laman. Nayt xo'sh bo'lib ko'zi ichilsa, bitirepten mening bunda ko'rimsiz bir ayolligimni ko'rib qolsa, buning hayoti ostini ustun bo'larmi? Bizning turmushimiz burunqidek baxtli bo'lmay qolamdi. Bitirepni andishi bor, bitirepni xushallik bor. Mushunda turma, Allohdan yaxshilik tilayman. Ey Alloh bizga yaxshilik ato qilgin. Qaysi yaxshi bo'lsa shuni qilib bergin deyman deydi. Shunda qilib operatsiya g'albilik tamomlangan bo'ldi ekan. Shuningdan keyin o kishining ko'zini ochmoqchi bo'ldi ekan. Yani ko'zini yo'gab qo'ygan, ya'ni ochitgan chaqda o balniki ota-onasini, balalarni, ayolni hammalarni chaqirdi. Hammalar kelib turinglar, ko'zini ochimiz hozir. Yo'gaklik, ya'ni ochimiz deb qilgandan keyin ota-onasi, balalari hammasi oldiga kelib turgan. Ayol meni dastlabda ko'rmasin, ko'rsin, keyin ko'rsin deb eshikning qishda yiroqda turib olganda, "Men kelasiz, men mishat tug'ashtiray" deb turib olgan. Qo'rqib bitiribdi nabdi. Mening ko'rimsizligimni ko'rsa, erimniki ko'rapla bir, ya'ni bir ko'ngli bir qanday bo'lmasin yoki hamda menga ya o'chilab qolmasin deb chiqib kelganimda. Shunda tug'andan keyin ko'zini ochdi ekan, ochgandan keyin hammalar xushal bo'lib, ota-onasi, balla hammalar quchoqlashib ko'rishib ketgandan keyin ko'rishib bo'liblar. Qani mening ayolim, ba ayolingiz, ba ayol, kelingmi kelsin deb kelib onun qo'llarini suyab ayolinicha qarab ashunday deyotgan. Men tasavvur qilgandimmi chiroyli ekansiz siz. Men tasavvur qilganda nechasi chiroyli ekansiz dedi. Ko'nglimda, ya'ni shayton menga balki hamda kishilarning oldida mening ko'nglimni ayash uchun men hamda hijillab qolmasin deb muddat deb qo'ydi-ku deb o'yladim ishimda deydi. Doktordan chiqdik. Uningdan keyin uning muomalasi bunun qistimni texi yaxshilab ketdi. Shunda yaxshi hayot kechirdik. Biz bunda hayot kechiryapmiz hozir deb o'zining qissasini bayon qilib beraylik. Alloh taolo hammamizga aql, hikmat, farosat ato qilgay. Amin.